Mana o'rtoqlar, ko'rib oldilaring. Kimda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa yoki xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa yoki mana masalan elektriklar yomonlash emas. Ba'zi bir elektriklar sekin-sekin, asta-sekin tajribaga ega bo'lib boradi, chunki bu sohani tagi yo'q hech qachon. Hattoki biz ham masalan 14 yil, 15 yildan beri bu sohada ishlayotgan bo'lsak, yana ham yuqori etapdagi ishlarni yana ham o'zimizni amaliyotimizni kengaytirib olib bormoqdamiz va xonadonlarda ko'pincha shunaqa holatlar bo'ladi. Avtomatlar erib ketadi, rozetkalar erib ketadi va ba'zi holatlarda mana kelgulikda yong'inlar bo'lgan. Shularning oqibati o'zi aslida elektr jihozlar taraflama kelib chiqqan. Bularda o'z vaqtida tekshirilmaganligi, xatoliklar bo'lganligi, sifatsiz xizmat amalga oshirilganligi sababli shunaqa holatlar bo'lgan. Kimdagi misol har bitta texnikami, uskunami, sexlarmi, xonadonlardami kimdagi qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Elektrik farg'ona doim xizmatda. O'zini qadrlaganlar, rahmat sizlarga e'tibor uchun. Podpiska, layklarni ayamanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat sizlarga.